Ne hesabını bilelmeydiğen bir günüm oldu, ne vicdanımga yüz kelolmaydigan bir ötmüşüm. Nimeni his qilgan bolsam, onu sözlüdüm, onu yaşadım. Yaşagan kichikkina demlerimden hem pushaymonlik his qilmadim. Hiç bir vaqt kaşki demedim. Hiç bir zaman özümning vicdan mahkemasiga chiqishga mecbur bo'lmadim. Qarshimga ba'zan haqiqiy yuzlar, ba'zan saxta yuzlar chiqdi. Ammo qandaqli bo'lmasin, men yana faqat hislarim bilan yashadim. Asla men yaxshi ko'rmaydigan biriga men seni yaxshi ko'raman demedim. Ve yoki birini söygen bolsam, söygümning qarşılığında bir narsa kutmadim. Dostluğumni qimmat bilan o'lchamadim. Söygümge hiç bir zaman chegara qo'ymadim. Söygen bolsam, odoqqicha mangdim, ayrılgan bolsam, hasrati meni o'ltirgan bolsimu, arqamga qaytmadim. Ba'zida nurg'un azar edim, balkim azarmı berdim. Ammo xatolik insonga xosdir dedim, kechirim so'radim, kechirvatdim. Ba'zilari qancha qitimlab qalbimga azar berdi. Ammo men yana ularni kechirvatdim. Ular meni balkim go'dak deb hukm qilishdi. Balkim ichidan chiqarib zahar xadirlik bilan kulishdi. Ammo aslida ular shuni unutishgan edi. Men aldanmadim. Aldangan her zaman o'zlari bo'ldi-yu, ammo buni tushunishmadi. Çünkü ular yuturib qo'yishning nima ekanligini bilmaganliklari uchun, yo'qotib qo'yish ular uchun bir odatga aylanib qolganlik uchun. Halbuki men birlarini yo'qotmadim. Faqat vaqti kelganda voz kechishni bildim, shunchalik.